boshlasa. Kezib qancha millat elatni, ko'rib qaytdim qancha odamni. Topolmadim joniga rohatni, ona yurtning bo'yi boshqacha. O'zbegimning to'yi boshqacha. Davradagi fayzi nurga qarang, tillaridagi shukurga qarang, kimning xayol o'yi boshqacha. O'zbegimning to'yi boshqacha. Assalomu alaykum. Bugun shunday muborak sanada erta to'ygan yaxshi niyat to'yg'onib, bugun oz bo'lsa-da bor yumushlarni bir chetga surib, ro'zg'ordan ortib, mana shunday bir chiroyli xonadonni yaxshi kuniga qimmatli baxtlarni emasdan tashrif buyurgan aziz mehmonlar, hurmatli xonimlar va janoblar, nuroniy otalarimiz, munis duogo'y onalarimiz, opa-singillar, amma-xolalarimiz, kelinoylarimiz, xudodalar, qo'ni qo'shnilar, avvalo hammangizni xush ko'rdik, xush kelibsiz, qadamlaringizga hasanotlar bo'lsin. Bugun shunday chiroyli kunda, sog'lik, salomatlikda, xotirjamlikda, eng muhimi, a'lo kayfiyatda ko'rishar ekanmiz, yetkazganiga, ko'rsatganiga shukr. Albatta, bugungi diydor lahzalarning sababi bejizga emas. Bugun sizni bizni hammamizni mo'jaz bir xonadon ahli o'zlarini yaxshi bir kuniga sherik qilyapti. Ya'niki bugun Ahmedovlarda katta xursandchilik, mana shunday xonadon sohiblariga, xonadon ahliga bugun havas qilamizda va Ahmedovlar ahliga to'ylar muborak bo'lsin deb chin qalbdan baralla qutlab qolamiz. To'yboshlarimiz esa bugun hammamizni e'tiborimiz markazida, to'yboshlar bugun mehmonlarga peshvoz. Ya'ni bugun xonadon sohiblari, avvalo Abduhakim akamiz hamda xonadon sohibasi Dilfuza opamlarni bugun jondan aziz farzandlarini to'yi munosabati bilan bir dasturxon atrofida yig'lar ekanmiz. Abduhakim aka, Dilfuza opa to'ylar qutlug' bo'lsin. Doimo mana shunday farzandlarni yaxshi kunini ko'rish sizlarga nasib qilaversin. Bundan da yaxshi kunlaringizda sizlar bilan birga bo'lishda biz ham benasib bo'lmaylik deb niyat qilib o'tamiz. To'yimizni sababchilariga keladigan bo'lsak, avvalo mana shu sababchilar bugungi xonadonni qizlari, davramiz kelinchagi, ya'ni bugun singlimiz Madinaxonni visol origa bag'ishlangan ajoyib bir marosimdamiz. Madinaxon qizimiz ham bugun katta hayot ostonasida ekan, mustaqil hayotda o'zini umr yo'llarini kuyovimiz bo'lmish Nodirbek ukamiz bilan bog'lar ekan. Ularni bugun umr yo'llari tutashib, mana shunday oila atalmish saltanat eshigini qoqishmoqda. Biz yaqinlar nima deymiz? Ko'pni qatori qo'limiz duoda. Yoshlar baxtli, saodatli bo'lsin, serfarzand, serdavlat bo'lsin. Ko'pni qatorida kelasi, Xudo xolasa, shirin farzandlarni ota-onasi bo'lib o'tsin deganlar bo'lsa, chiroyli qarsak cholib berganlarni uylarida to'ylar bo'lsin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Endi bemalol dasturxonlarga qarayverasizlar. Bugungi xursandchiligimizni ochiq deb e'lon qilamiz. Endi bugun mana shu xonadonga hammamiz ham yaxshi niyatda, sho'x kayfiyatda qadam bosganmiz, maqsad esa bitta. Bugun to'yboshlarimiz bilan mana shu chiroyli kunni munosib qarshi olish, chiroyli kunga munosib sherik bo'lish. O'zimizdan biz ham bugun xizmatda bo'lish nasib qilib turgan ekan. Mana shu ijodkor do'stimiz, albatta sizlarga yaxshi tanish bo'lgan xalqimizni bugungi kunda xizmatini qilib charchamay kelayotgan Doniyor Fayz bilan birgalikda. Marhamat, qo'shiqlarimiz sizlar uchun yana bir bora xush kelibsizlar, salomat bo'linglar.